Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun geometriya darsimizda bir qancha masalalarning yechilishini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Uyga berilgan vazifa 25/7 misol edi. 25/7 misoli shartida sinus alfaning qiymatlari berilgan, kosinus alfaning qiymatini toping deyilgan ekan. Asosiy trigonometrik ayniyatdan foydalangan holatda kosinus alfaning o'zi plus minus ilzosida 1 minus sinus kvadrat alfaga teng. Plus minus qo'yilishiga sabab esa alfani qaysi chorakda ekanligi aytilmagan. Demak, misol ishlashni boshlaymiz. A'sida sinusning qiymatini o'rniga qo'ysak 1 minus ilzosida 3/2 ning kvadrati. Kvadratga oshirganimizda 3/4 bo'ldi. 1 dan ayirganimizda 1/4 bo'ldi. 1/4 dan ildiz plus minus 1/2 chiqadi. B'siga o'tamiz. Sinusning qiymati 1/4 ga teng ekan. Qo'ysak o'rniga 1 minus 1/4 ning kvadrati. 1/4 ning kvadrati 1/16 ga teng. 1 dan 1/16 ni ayirsa 15/16 bo'ladi. Undan ildiz chiqarsak plus minus ilzosida 15/4 ga teng. Uchinchisida, ya'ni D'sida sinus alfaning qiymati 1 ga teng ekan. O'rniga qo'ydik. Ilzosida 1 minus 1 bu 0 ga teng. 0 neytral son bo'lganligi uchun oldidagi plus minus ishora ahamiyatsiz. Xo'p, bugungi mavzuga doir masalalardan ko'rib chiqamiz. Birinchi masalamiz balandligi 3 cm va o'tkir burchagi 30 gradus bo'lgan rombning perimetri va yuzini toping deyilibdi. Bilamizki, tomoni va balandligi orasidagi munosabat bizga ma'lum, ya'ni A barobar h taqsim sinus alfa. Berilgan qiymatlarni o'rniga qo'ysak 3 taqsim sinus 30. Sinus 30 ning qiymati 1/2 ekanligi bizga ma'lum. 3 ni 1/2 ga bo'lsak 6 ga teng. Demak, rombning tomoni 6 ga teng ekan. Yuzasiga o'tadigan bo'lsak, yuzasi ham bizga ma'lum, tomoni va balandligini ko'paytmasiga teng. A ni h ga ko'paytiramiz, 6 ni 3 ga ko'paytirsa 18 cm kvadrat chiqdi. Perimetri rombning to'rttala tomoni teng bo'lganligi uchun bitta tomonini 4 ga ko'paytirsak bo'ldi. 4 ni 6 ga ko'paytirsak 24 cm. Demak, rombning perimetri 24 cm, yuzasi 18 cm kvadratga teng ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalada aytayaptiki, teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 12 cm, uning yuzini hisoblang deyilibdi. Masala shartiga mos chizmani chizib olamiz va to'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Katetlari kvadratlari yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak bo'lganligi uchun ikkala kateti ham A deb belgilandi, gipotenuzani S deb belgilandi. A kvadrat plus A kvadrat barobar S kvadrat, 2A kvadrat barobar S 12 ga teng bo'lgani uchun uni kvadrati 144 bo'ldi. Bu joyda A ni kvadratini o'zini topishimiz uchun tenglikning ikkala tomonini 2 ga bo'ldik. Natijada A kvadrat barobar 72 chiqdi. Endi yuzasini hisoblasak, to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi katetlari ko'paytmasining yarmiga teng ekanligi bizga ma'lum. Katetlari teng bo'ldi. Demak, uni yuzasi A kvadrat taqsim 2. Yuqorida A kvadratning qiymatini hisoblagan edik. Bu 72 ga teng edi. 72 ni 2 ga bo'lsak 36. Demak, uchburchakning yuzasi 36 cm kvadratga teng ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. Balandligi 4 ilzosida 3 cm bo'lgan teng tomonli uchburchakning perimetrini toping. Xo'p, masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib olamiz avvalo. Undan balandlik tushiramiz. Balandlik teng tomonli uchburchakning balandligi bisektrisa vazifasini ham bajarishi bizga ma'lum. Shuning uchun bu burchak 30 gradusga teng bo'ldi. Balandligini topish formulasidan h barobar a ko'paygan kosinus 30. Kosinus 30 ning qiymati ilzosida 3/2 ekanligi bizga ma'lum. Yuqoridagi formuladan foydalangan holatda uchburchakning tomonini topib olamiz. Ya'ni ilzosida 3/2 ni tenglikni narigi tomoniga o'tkazsak, bo'luv ishora bilan o'tadi. H ni ilzosida 3/2 ga bo'lganimizda 8 chiqdi. Demak, uchburchakning tomoni 8 cm ekan. Perimetrini hisoblash uchun uchala tomoni teng bo'lgani uchun bitta tomonini 3 ga ko'paytirsak yetarli. 3 ni 8 ga ko'paytirsa
24 santimetrga teng bo'ladi. Bu masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Keyingi 26-4-da birinchi rasmda berilganlarga ko'ra teng yonli trapetsiyalar yuzini toping debdi. Bunda 3 ta trapetsiya berilgan. Biz hozir bittasini ishlaymiz. Mana shaklda bizga kerak bo'ladi, yuzasini topish uchun balandlik ham kerak bo'ladi. Shuning uchun BF balandligini tushirib oldik. Natijada ABF to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi. To'g'ri burchakli uchburchakni kosinus 30 gradusli burchagidan foydalangan holatda kosinus 30 gradusni olsak, kosinus 30 o'zi yopishgan katetni gipotenuzaga nisbatiga teng. Ya'ni AF ni AB ga nisbati. Bizda AB ma'lum. Bundan foydalanib AB ni qiymatini topamiz. AF barobar AB ko'paygan kosinus 30 yuqoridagi tenglikdan kosinus 30 ni qiymati ilzosida 3 taqsim 2 ga teng ekanligi ma'lum. 4 ko'paygan ilzosida 3 taqsim 2 bo'ldi. 4 bilan 2 qisqarish natijasida AF ni uzunligi 2 ilzosida 3 ga teng bo'ldi. Yana xuddi shu burchakdan sinus 30 ni hisoblasak, qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbati. Bundan balandlikni qiymatini hisoblab olamiz. Balandlikni qiymati BF barobar AB sinus 30. U ham 4 ko'paygan sinus 30 ni qiymati 1 taqsim 2 ga teng. Ikkalasi qisqarish natijasida uning balandligi, ya'ni trapetsiyaning balandligi 2 ekanligi ma'lum bo'ldi. Endi yuzasini hisoblaymiz. BS bu joyda kichik asos, AD katta asos. AD ni tarkibida AF dan 2 ta va bitta kichkina asos bor. Shundan foydalansak, 2 ilzosida 3 dan ikkitasi 4 ilzosida 3 bo'ladi. Bitta ilzosida 3 bilan u 5 ilzosida 3 bo'ladi va natijada 2. Kichkina asosni qo'shsak 6 ilzosida 3. H balandlik 2 ga teng bo'lganligi uchun trapetsiyaning yuzini hisoblashdagi mahrajdagi 2 bilan qisqarib ketdi. Keyingi masalaga o'tamiz. Keyingi masalada aytayaptiki, to'g'ri burchakli trapetsiyaning o'tkir burchagi 30 gradus, balandligi 4 cm, kichik asosi 6 cm ga teng. Trapetsiyaning perimetri va yuzasini hisoblang deyapti. Yana masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib olamiz va berilganlarni chizmaga qo'yamiz. Xo'p, chizmaga qo'ydik. To'g'ri burchakli trapetsiya bo'lganligi uchun bunda MKT va KMS burchaklar 90 gradusdan, KM berilgan 4 cm, MS berilgan 6 cm va KTS burchak 30 gradusligi aytilgan, yuzasini va perimetrini so'ralgan. Xo'p, bu masalani yechish uchun avvalo SH balandlik tushirib olamiz. SH balandlik tushirishimiz natijasida bu tomonda SHT to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. Qarasak, to'g'ri burchakli uchburchakning bitta burchagi 30 gradusga teng. Bilamizki, 30 gradusli burchak qarshisida yotgan katet gipotenuzani yarmiga teng. Ya'ni SH barobar 1 taqsim 2 ST. Bundan ST gipotenuzani topib olsak, 2 ko'paygan SH, ya'ni 4 ko'paygan 2 8 cm. Ya'ni trapetsiyaning bitta yon tomoni 8 cm ekanligini topdik. Xuddi shu uchburchakdan yana Pifagor teoremasidan foydalangan holatda HT masofani ham hisoblab olsak bo'ladi. HT masofani hisoblash uchun gipotenuzani kvadratidan bitta katet kvadratini ayirmasidan ildiz chiqaramiz. Gipotenuzamiz 8 chiqdi. 8 ni kvadrati 64, bitta katetimiz 14, undan 64 dan 16 ni ayiramiz. Natijada 48 bo'ladi. 48 dan ildiz chiqarsak 4 ilzosida 3 chiqadi. Bu uchburchagimizda HT tomon 4 ilzosida 3 cm ga teng. Endi berilgan trapetsiyaning katta asosini topamiz. Katta asosini topishimiz uchun bizga yetarli masofalar topildi. KT imiz ko'rinib turibdi, ikkita qismdan iborat. KH va HT.
Ularni qo'shsak 6 plus 4 ilzosida 3 bo'ldi. Endi trapetsiyani perimetrini hisoblashga yetarli ma'lumotlar bo'ldi. Trapetsiyani perimetrini hisoblaymiz. Perimetrini hisoblash uchun hamma tomonlarini yig'indisini olamiz. Natijada 24 plus 4 ilzosida 3 cm chiqdi. Endi trapetsiyani yuzasini hisoblasak, katta asos qo'shilgan kichkina asos taqsim 2 ko'paygan balandlik qilib hisoblanardi. Katta asosimiz 6 plus 4 ilzosida 3 ga teng edi. Kichkina asosimiz 6 ga teng, balandligi 4 ga teng. Qiymatlarni o'rniga qo'ysak, 20 plus 8 ilzosida 3 cm kvadratga teng ekanligini topdik. Keyingi masalaga o'tamiz. 26-6-masala. Aytayaptiki, shartida aylana vatari 120 gradusli yoyni tortib turadi. Agar aylana radiusi 10 cm bo'lsa, shu vatarning uzunligini toping. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib oldik. 120 gradusli yoyni tortib turgan ikkita radiusni o'tkazdik. Natijada ular orasida vatar ham hosil bo'ldi. Berilgan AOB burchagimiz 120 gradus. AO va OB bular radius 10 cm dan. Topishimiz kerak AB ni. Xo'p, bu joyda AO ga OB teng bo'lgani uchun teng yo'lli AC AOB uchburchak hosil bo'ladi. OS balandligini tushirib olsak, natijada to'g'ri burchakli ASO uchburchak hosil bo'ladi. Uchburchak ASO ni bitta burchagi 30 gradusga teng. Bundan AC ni topish uchun kosinus, shu burchakning kosinusini olamiz. Kosinus 30 barobar AC taqsim AO. Bu tenglikdan AC ni topsak, AC barobar AO ko'paygan kosinus 30 ga teng bo'ladi. Kosinus 30 ni qiymati bizga ma'lum. Ilzosida 3 taqsim 2 ga teng. AO ni qiymati ham bizga ma'lum, bu 10 ga teng. Natijada AC 5 ilzosida 3 ga teng bo'ladi. Xo'p, markazdan vatarga perpendikulyar tushirilganda bu vatarni teng 2 ga bo'lishi ham bizga ma'lum. Natijadan AC barobar SB ekanligi va AB'imiz ikkita AC ni ko'paytmasiga teng ekanligini bilamiz. Natijada biz izlayotgan vatarning uzunligi 10 ilzosida 3 ga teng bo'ladi. 26-7-masala. Teng yo'lli uchburchakning uchidagi burchagi 120 gradus, 90 gradus, 60 gradus bo'lsa, uchburchak balandligining asosiga nisbatini hisoblang deyilgan ekan. A shartidan foydalansak, A shartiga mos bo'lgan chizmani chizib oldik. Demak, uchidagi burchagi 120 gradus bo'lsa, asosidagi har bir burchagi 30 gradusdan ekanligini bilamiz. Asosiga balandlik tushirilganda, uni asosini teng 2 ga bo'lish ham bizga ma'lum. Bu faqat teng yo'lli uchburchak va teng tomonli uchburchaklarda bo'ladi. Xo'p, asosini A dedik, uni teng 2 ga bo'lgandan keyin hosil bo'lgan qismlari A taqsim 2 dan bo'ldi. Natijada hosil bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakda qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbatini tangensi berishi bizga ma'lum. Tangens 30 barobar H ni A taqsim 2 ga nisbati. Mahrajdagi 2 suratiga chiqib ketadi, ya'ni 2H taqsim A bo'ladi. Tangens 30 ni qiymati 1 taqsim ilzosida 3 ekanligi bizga ma'lum. Bunga tenglashtiramiz va balandlikni, ya'ni H ni asos A ga nisbatini topsak, 1 taqsim 2 ilzosida 3 ga teng bo'ladi. B shartiga o'tamiz. Uchidagi burchagi 90 gradus debdi. Demak, asosidagi har bir burchagi 45 gradusdan bo'ladi. Yana oldingi misoldagi amallarni ketma-ket bajarib chiqamiz. Tangens 45 barobar H taqsim A taqsim 2, u ham barobar 2H taqsim A. Xo'p, tangens 45 ni qiymati 1 ga teng ekanligi bizga ma'lum. 2H taqsim A barobar 1. H ni A ga nisbatini o'zini topsak, 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Uyga vazifa sifatida shu 78-sahifadagi 26-4-masalaning B va D misollarini, 26-7-masalaning
D topshirig'ini uyga vazifa qilib beraman. Uyga berilgan vazifalarni bajaring. Xayr, salomat bo'ling.